Jomidagi obyektimiz bitta, xudo xolisi. O'zingizning jamoadagi bolalarning uyi, xudo xolisi. Rakvinani obshipkasini qilib berdik. Nari yoqda bitta sanuzel, yana bu yoqda bitta sanuzel, bu yoqda yana bitta sanuzel qilindi. Bu yoqni obzorni olib chiqdik. Nasib qilsa, bugun yangi post, do postlisini Usmondan yengil o'tizib olamiz. O'zib uchun rahmat. Ishimizdan mamnunmisizlar? Xudo xolisi, zo'r. Xolisi xizmatda bo'lsa turasizlar, mana sizga Veroni atyorkalarni bizdan ishlab ishlatib yurasiz. Charchamang. Mana shu shinamgina dushovoy sanuzul oldin qanaqa holatda edi? Bitta orqaga qaytib olamiz. Bu sanuzulimizning eski holati, mana shunaqa holatda edi o'rtoqlar. Endi buni boshqacha holatga keltiramiz. Ketdi. Sanuzulimiz mana shunaqa holatda, xudo xolisi. Bitta, ko'rishingiz mumkin. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, uy egasidan yengil o'zbekchani olib beramiz. Ungacha biz sayqalarni ko'rsatib berishimiz mumkin. Konvertlarni sentrorovka qilib olib berganmiz. Shinamgina rakvina, bu yoqda oynalar, va bunaqa aksessuarlarni Vero atyorkalariga qotirilgan. Unitazda 45 gradusga qo'yilgan. Mana bitta sayqalarga bitta like bosib qo'ymasanglar bo'lmaydi o'rtoqlar. Reklamani Usmondan olamiz. Shavod akamlar zakaz qildi. Ideal tarzda bitirib berdilar. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Cho'tki qilib bitirib berdilar. Undan oldin ishlagan kabichaga qaraganda cho'tki qilib, u joylarda hamma yo'g'ini qarab ketib qilib berishdi. Nechta ustalar ishladi. Qoptigan rahmat. Bemalol murojaat qilinglar. Bu ham lekin begona emas, o'zimizning jamoadagi brachishga, ya'ni media sohasini mana shu odam, ya'ni Instagramni mana shu odam yuritadi, xudo xolisi. U lekin jivoy o'zib bo'ldi. Dildan bo'ldi, lekin ana svoyskiy emas-da, begona deb o'zib berildi. Rahmat. Videoni sanuzul qildirmoqchi bo'lganlarga jo'natib qo'yinglar.